G'eripjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rostimni etsam, men bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qechishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay. Ana! Ana! Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palsız yürüme, palgımı işenme. Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Çapsan özden daldı qal. O biz izlayotgan G'erip shu. Nima degan xatarlik. G'eripjon. Sapar. Çapsan bir yerden ketaylik. Boy men bir yerda farmonni ko'rib qoldim. Ağcana. Ana, Parman ham uning bilan birga ketgan izchilar qaytib kelibdi. Undaqda G'eripjonni topa olibdimi? Hadichadan anglasam, G'erip oilasidagilar yo'lda bo'riga yem bo'ptimish. Ayım Melik'ini yo'qotmay gidelim. Senemcan, otangizni undaq tanglikni qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda chorboq soldirdi.
yana meni deb avara bo'lmanglar. Xan ana, bo'ldi so'zlamang. Men pak muhabbatimdan voz kechammayman. Senemcan, ata-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tadi. O sizning onangiz emasmi? Anangiz? Sen Ağacı ana. Xonish oyim, xudo haqqi uning rahim qilsa. Bu bechora betop tursa, uni yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi? Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Shohim, Bol sözünü ala. hurmatli shohim. Mushundaq ketaversa jahondagi haq-nohaq ostin-ustin bo'lib ketmamdi. Shohim, G'eripni qaytirib kelishga farmon tushasizlar bo'lmamdi. Shundaq qizlari bechora Senemjonning kesilimi shifo topadi. Bala qazadan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qitish zarur edi. Ağacı, mening sodiq dil kishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' shohim, o'zlari Senemjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Senemjonni davolab saqayta olayman degan heliq tebibami? Shundaq shohim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Senemjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikam, chiroyingizdagi zafaranglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tanovul qilsangiz, shifo topasiz. Siz Abdullah bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq shuni shart qilingki, aldı bilen 40 gündüz toy bolsun, andan nikah o'qishga rozilik bering. 40 gündüz toy bolsun. Yürügüm bari bolup, göz yaşlarım kurup, tenlerim qağı qo'zg'inlog'i yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Farhodni zaharlab o'ltirgan heliqi Cadigar Yasemen mu nima? Yo'q, hurmatli Malikam.